yasha, qo'sha qari qism. Tak, men bu kelinni eri va administratorimiz. O'pshi 6 marta salom soldi, sizdan jami $300. Voy o'lmasam salom solish ham pullimi? Qani ishlasiz 20 yil oldin bergan sutingizgacha sut puli deb olganingizda men kelin salom olamaymanmi? Voy, yonimda pulim yo'q. Sirg'asini so'rang, Rossiyskiy Leningrad. Voy bechara, ana salom solaverib belim yedirilib ketdi deyapti. Tez ana tillasirg'a bilan trost yeching-da. Voy, O'choq o'tirlik. Obid xotinli bo'ldi ya. Baqirma, hozir pastdan o'ris gapirish jalba qilib chiqsa, senlar 15 sotkali bo'lasan. Hech xotining bizga kelin salom qilmaydimi? Sizlarga ko'chada kuchuk salom bermaydi, meni xotinim salom beradi. Kelin salomdan bergan pullarni ketlang debsa tovondan shaqillaydi. Jo'ra undaymi? Bizlar mehr oqibati uchun keldik. Bekor aytsa, oshigan kelgansizlar. Qaydan bilding? Qaydan bilaydi, meni 2000 so'mlik so'zchimiz ko'tarib kelgansizlar. Salom soladi, meni salom soladi. Tog'am keldi. Assalomu alaykum. Au, kelin salom qilmaydimi? Mana mashina ichida ketdi hozir kelin salom. Sizga ataganim bor edi. Hech pul. 5000 mi? Qoshiqcham bitta salom solish kursini hech pul bo'layapti. Bitta bunday qilib salom solishim $50. Tak, mana pulga salom solma, prosta salom solmoqchi bo'l, shuni o'zi yetadi. Bo'ldi. $20 qilib berding kichikcha. Bergan puli 5000 so'm indamasa elingan kelib salom soldirib, xotinni belini bir jaqlab ketadi. Ammo xotin menga falon pulga tushgan. Voy, ani mahallan yan kelinimi? Bitta salom qiling, kelin. Administratorimga uchrashing. Tak, abidgacha g'iybatchi xotinlar abiddan o'shakcha yangachalarga salom soladi. Короче, boy polni zabetda. Вообще iloji yo'qmi? Hozir Iskandar Bildingsda boshlang'ich to'lovsiz uy berayotgan ekan. Bitta uy bir qolganini 30 to'lovga bo'lib to'lab bersangiz, bezovchir qilishi mumkin. Menga aytib qaramang, bo'lmasa vaqtimiz yo'q. Hozir o'zi ammalarga salom solgan ketyapmiz. butun mahalla kelin salom qilmayapti ekan deb gapiryapti-ku. Kelin salom solaver-jiyan. Tog'am, men aralasholmayman, administratorim hal qiladi. Statistika ma'lumotlariga qaraganda 70% ayollar o'g'ir ko'targanda emas, kelin payti bitgan salom beravergandan kelishib qolgan ekan. Xotin kishini eri asramasa, eri avaylamasa kim avaylaydi? To'g'rimi kelinlar?